Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatik darsimizga xush keldinglar. Biz bugun grammatik darsininki 37-dars lekin jumla babimizningki 5-qismi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni bugun o'tadigan darsimiz jumla bo'laklari. Ya'ni biz bu jumla babini taxminan bir 10 qismlarga bo'linadigan o'xshaydi. Hozir so'zlab kelsak, bugun shuning 5-qismi jumla bo'laklari, ya'ni ega, xabar, to'ldiruvchi, aniqlovchi, holat deganlar bilan tanishib chiqamiz. Endi bu dars balkim golland tilini B1 saviyada yoki A2 saviyada o'rganayotganlar uchun balkim bu darslarni sizlar til o'rganish jarayonida o'rganmasliginglar mumkin. Balkim B2 saviyada o'qiyotganlar o'rganishinglar mumkin. Lekin navbat kerak keyin kelgusida shu golland tilini kasb qilib tanlagan va yoki maxsus boshlang'ich maktab o'qituvchiligi va yoki pedagogika mushta kasblarni tanlaganlarga nisbatan shu cümle bo'laklari golland tilining butun grammatikalik qurilmasi bilan tafsili tanishib chiqasizlar. Hem normalde bizning bolalarimiz boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtlaridami, aş 6-sinfdan boshlab shu cümle bo'laklari ega, xabar, to'ldiruvchi, aniqlovchi degandek cümle bo'laklari bilan o'rta maktabda tixinbek tafsili ishkirlab tanishib chiqdi. Shunga hamda garchi bu cümle bo'laklarini o'rganish agarda siz hozir faqat A2 B1 saviyada tilni o'rganayotgan bir odam bo'lsangiz, siz uchun bek muhim mazmun bo'lmasligi mumkin. Lekin endi kelgusida navbat kerak shunday bir til kasblarida o'qib qolib qolsangiz va yoki bolalaringizning topshiriq ishlariga yordamchi bo'lishda endi bularni bilib qo'ysangiz ham hargiz ziyonliq emas. Shunga ham biz bu grammatik darsimizda shu grammatikaga doir butun mazmunlarni so'zlagachga, shu bu mazmunlarni ham darsligimizga qattiq. Şuna belki bunu hazırlam anlap düşünemey qap qalsanglarmı, yani qargiz ko'nglinglarni yerim qilib ansirab ketmanglar. Lekin kelgusida mush mazmunlar navbat kerak kasb o'qish jarayonida va yoki boshqa jarayonda yana bir qitim uchirgan vaqtida mush anglagan mazmunlarning cho'qim shu vaqtda kallanglarning bir burjikida saqlanib qilib shu vaqtda yordamda bo'lganligiga cho'qim ishonamiz. Qadamsa bu darsimizni boshlaylik. Yani cümle bölekleri degan vaqtda normalda biz bir cümleni tuzgan vaqtda, bir cümleni şekillendirishdə cümlede her xil rol oynaydigan ma'lum bir bölekler bo'ladi. Bu bölekler her xil söz ve söz birikmelerinden tuzildi. Anda mushunda söz ve söz birikmelerinden tuzilgan bölekler cümlede ma'lum bir sintakslik vazifasi bo'ldi har qanday bir bölekninki. Endi bu mushu bölekler mushu sintakslik vazifasi ve oynagan roliga asasen ikki turlik bo'ladi. Birisi bosh bölek, cümleninki bosh bölegi, yani birisi ergeşim bölek. Yani bu cümledeki bölekler meyli o bosh bölek bo'lsin va yoki ergeşim bölek bo'lsin, cümlede öz aldığa muayyen savolga javob bo'lib kelib, ma'lum bir vazifalarni o'tab keldi. Bu cümle böleklerinin hammasi ma'lum bir sözlerden tuzilgan bo'ldi. Endi bosh bölek degan vaqtida ikki söz birikmasi bor, ya'ni ega bilan xabar. Yani bosh bölek ismidan chiqib turadi. Yani bosh bölek deganda cümlening tuzilishiga ul bo'ldigan, cümlening tuzilishida asosli muhim rolni o'ynaydigan, ham cümleninki to'liq oyoqlashgan bir o'y fikrni ifodalashda cümlede çupqası bo'lmaydigan yetakchilik rol oynaydigan bölekni cümlenin baş böleki deymiz. Yani baş bölek hem de bir cümlede cümlenin asas kurulmasını teşkil kıldıgan bir yadro hesaplandı. Hem de baş bölek, iki baş bölek var. Birisi ega, birisi xabar. Hem de ega, yani egini gollandcha o'ndirverib deymiz. Yani o'ndirverib degan vaqtda cümledeki ish harakatni kimning qilganligini yoki ish harakatining nima ekanligini bildiradigan bo'lak ega deb ataldi. Masalan, misollarga qarasak, Aslam spelled first stop bircha, yani Aslam mükümükülen oynadı desek, yani kim oynadı? Mushu mükümükülen oynashdan iborat ish harakatni kimning qilganligini bildirib. Mesela qizil rangni bo'yab qo'yganlarning hammasi ega hozir jumlada. Yani kim oynadı? Aslam oynadı. Ob Donderdag is het restaurant in stad gesloten. Yani şeherdeki restoran peşembe günü takak. Yani neredeki restoran? Şeherdeki. Yani müşahede hazır cümlenin asaslık iş hareket restoran. Restoran takak. Nimi takak? Restoran takak.
Mein Süß hat emigrieren nach Türkiye. Yani kız kardeşim Türkiye'ye köçüp gidiyordu. Yani kim? Kim köçüp gidiyordu? Kız kardeşim. Mein Süß. Amsterdam is een groot stad. Amsterdam bolsa bir çoğun şehir. Yani qayer bolsa çoğun şehir Amsterdam. Sporten is goed voor de gezondheid. Yani çiniqi sağlamlık paydalık. Yani nemi sağlamlık paydalık? Çiniqi sağlamlık paydalık. Yani cümle adette nima? İge adette şu cümlede kim, nima, qayer degan savollarga javob bo'lib kelgan. Jumlaning egisini topganda biz shu jumlaga savol qo'ysak, kim, nima, qayer degandek shu savolga javob bo'lib kelgan qismi jumlada ega bo'lib keldi. Yani sizlar misollarda ko'rgandek, ba'zida ega bir odamning ismi bo'lsa, bir shaharning ismi bo'lsa, hatto ba'zida sportdan deb, chiniqish deb bu jumlaning egasi hozir bu fe'l aslida-chu. Yani bu ismdash bir odam ega bo'lib keladi. Qısqası, yani ega unda odam narsalarning ismidan tuzilmaydi. Ba'zida shunda bir shaharning ismi va yoki bir fe'lmi jumlada ega bo'lib kelalaydi. Yani egini undirib deymiz. Endi ikkinchi muhim bosh bo'lak personos form. Yani personos form xabar. Yani personos form. Yani shaxsning shakli, shaxs shakli deb yani bu Uyghur tilimizdeki xabar. Yani xabar odatda har doim bir virik word, yani fe'ldan tuzilgan bo'ladi. Ba'zida bir jumlada, ba'zida bir xabar bo'ladi, ba'zida ikki yoki undan ortiq xabarlar bo'ladi. Ondan murakkab qo'shma jumlalarda u chog'da ikki yoki undan ortiq xabar bo'lishi mumkin. Ondan biz bu xabarninki yani xabar fe'llar jumlada xabar bo'lib keldi. Yani fe'lninki qanday so'z turkumi, qanday xususiyat borligini burunqi darslarimiz o'rganib o'tgan. Yani xabarlar jumlada zaman shaxs shakllarida keldi. Masalan, zaman degan vaqtda hozirgi zaman bo'lsa bir xil turlanib, o'tgan zaman bo'lsa bir xil turlanib degandek. Ondan yana shaxs shakllarida, yani birinchi shaxs bo'lsa bir xil, ikkinchi shaxs bo'lsa bir xil, uchinchi shaxs bo'lsa bir xil. Masalan, mana misollar qarasanglar, Tumaris etin ayshi, yani Tumaris marojni yedi. Yani mush et qizil rangda bo'yab qo'yganim jumlaning xabari. Jamie fits nar house. Jamie velsiminib uyga boradi, yani fits. Ik wandel met de hond. Men it bilen sayli qilaman. Wandel. En ik en mijn moeder wandelen met de hond. Yani cümlenin egisi ik en mijn moeder deb köplik olgan vaqtda xabar masalda wandelen deb köplik alet kelyotidu. Jamie fitsdi nar house, yani fitsdi deb o'tgan zaman şekilde. Yani Jamie o'sminib uyga bordi deb, yani bu xabar cümlede shaxsninki hem shaxsning cheklamasiga uchraydi, hem zaman cheklamasiga uchraydi. Endi Golland tilidagi yana bir uqum xabarning yana bir xil atalishi xizaxti. Yani xizaxti deganmi bu xabar degan gap. Xizaxti degan odatda masalan Golland tilida sizlar hozirgi zaman, o'tgan zaman, putgan zaman, kelgusi zaman deb zamonlarni o'rgandik-ku. Masalan, putgan zamanda normalda Golland tilida ikki xabar bo'ldi. Yani xizaxti deganimiz jumladagi butun xabarlarni o'z ichiga oladi. Yani personos forum degan faqat egiga asosan o'zgarib keladigan xabarlarni ko'rsatsa, xizaxti degani butun xabarlarni o'z ichiga oldi. Masalan, ba'zi jumlada 2 yoki 3 xabar bo'lishi mumkin. Anda xizaxti ikki turlik bo'ldi. Birisi virik wordlik xizaxti, yana birisi nom wordlik xizaxti. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Oldin men xizaxtining misoli qarab boqaylik. Masalan, misollarda Nazgum hat har kamer gisteren wielen schilderen. Yani ma qizarangda bo'yab qo'yganimning hammasi xizaxti hozir xabar. Ma jumlada 3 xabar var. Yani Nazgum tünügün öyni sırlamakçıdı, sırlaşını o'ylagandı deb, yani hat, wielen schilderen. Muşunun hammasi hat, wielen schilderen deganning hammasi xizaxti. Lekin hat degani personus form. Faqat mushu hatlam cümlenin egesi qanday shaklda o'zgaraydi, lekin ma wielen schilderen o'zgarmaydi-chu. Mesela men tünügün öyemni sırlamakçıdım demekçi olsak mı? Ik heb mijn kamer gisteren wielen schilderen. Yani ik deganligimiz uchun mas holda heb deyaptım. Lekin wielen schilderen o'zgarmayapti. Qisqasi, yani personos form deganda xabar, lekin
egiga asosan egining birlik yoki ko'plikka asosan o'zgarib keladigan va yoki zamon cheklimasiga uchraydigan xabar personal form bo'lsa, xizaqda degani jumladagi butun xabarlarni o'z ichiga oldi. Mesela ikkinchi misol, volgend jaar willen mijn ouders 3 weken op vakantie gaan. Yani keyingi yili mening ota-onam 3 hafta ta'tilga borishni xohlaydi. Yani willen gaan degan xizaqda jumladagi gisteren heb ik mijn potlood uitgeleend. Yani tunugun men qarindishimni ariyatga berdim. Heb uitgeleend. Bu qizlarni bo'yab qo'yganim bular xizaqda. Endi boya dedik, xizaqda ikki turlik bo'ldi. Birisi virik wordlik xizaqda. Yani virik wordlik xizaqda degan vaqtda fe'ldan tuzilgan xabar, yani ismdili chiqib turdi, virik wordlik. Yani bunda xabarninki asosli omili fe'l bo'ladi. Yani fe'l degan gap biz o'rgandik-ku, yani odam va narsalarning ish harakatini bildiradigan so'z turkumi deb. Yani fe'l degan cho'qim harakatga munosabatli bo'ldi. Şu mesela misaldaki yani ilk fits yani bu fe'llar odatda har qaysi zamon shaxs shakllariga uchraydi. Misadiki yani fitsin ega qanda bo'lsa, ilk bo'lsa bir xil shaklda, o'tgan zaman bo'lsa, bitgan zaman bo'lsa har xil shaklda, ya'ni virik wordlik xizaqda degan shu virik worddan ya'ni fe'ldan tuzilgan xabarni biz virik wordlik xizaqda deymiz. Endi ikkinchisi nom wordlik xizaqda, ya'ni ism xarakterlik so'zlardan tuzilgan xabar deb. Ya'ni ba'zida ism xarakterlik ba'zi so'zlarmi jumlada xabar bo'lib kelalaydi. Bular asosli egining xarakterini, sifatini bildirib keldi. Golland tilida 9 dona ko'pyo'l virik word bor. Yani 9 dona yordamchi fe'llar. Mush yordamchi fe'llar jumlada nom wordlik xizaqda bo'lib keldi. Faqat mush 9dan qolganlarning hammasi odatda virik wordlik xizaqda. Şun bunu ham yodlab olsanglar bo'ldi. Yani nom wordlik xizaqda, yani sein, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen degandek. Bunun amli misol bilan qarab boqaylik. Yani bu ism xarakterlik so'zdan tuzilgan xabarlarda egining xarakterini, sifatini bildirib. Masalan, alim word later lirar, yani alim keyin o'qituvchi bo'ludi. Yani ma jumladagi word degan hozir jumlaningki xizaqda xabari, lekin bu nom wordlik xizaqda, yani ism xarakterlik xabar. Yani bu yerda alimninki bir xil sifatini bildirib keladi, o'qituvchi bo'ldi debchi. İkinci misal, hey likmey ardık. Yani menimcha u xil do'stoniki debchi. Miyadiki laykin degandan o'tgan zaman shakli, bu mem nom wordlik xizaqda. Yani ma egininki, hayninki u menimcha xil do'stoniki deb hozir bu yerda men bir sifatini ko'rsatib turibdi-chu. Yani ilk bilayfirustik. Yani men jim turma deb bu yerda ham bir xil xarakterini, sifatini, tumaris is moy desek bu yerdan bir xil sifatini ko'rsatib keladi. Is degan mushu egininki xarakterini, sifatini bildirib kelishda muhim rol o'ynaydigan xabar. Yani xizaqda ikki turlik bo'ldi. Fe'ldan tuzilgan xabar, yani birisi ism xarakterlik so'zlardan tuzilgan xabar. Yani jumlaninki bosh bo'ligi deganda mush egi bilan xabar ikkisi bor. Endi keldik agashma bo'laklariga. Yani agashma bo'lak deganimizda ismdil chiqib turadi. Bosh bo'lakka agishib kelib, cümle mazmunini kengaytirish, texmi aniqlash, texmi konkretlashtirish rolini o'ynaydigan bo'lak jumlaning agashma bo'lagi deb ataldi. Yani ba'zi jumlaning agashma bo'lagi doim jumlada bo'lishi shart emas. Yani jumlada agashma bo'lak bo'lmasimi, yani ular jumla bo'laveradi, lekin agashma bo'laklar shu bosh bo'lakka agishib kelib bir-birini aniqlab, to'ldirib, izohlab, har xil holatini bildirib keldi. Endi shuning birinchi agashma bo'lak to'ldirg'uchi, ya'ni to'ldirib keldigan leidende voorwerp, biz buni gollandcha leidende voorwerp deymiz. Ya'ni leidende voorwerp odatda jumlada fe'lga biqinib kelib, ish harakatini qabul qilg'uchi shayni ko'rsatadigan agashma bo'lak. Masalan, Janna schreef in lange brief aan haar vriendje Tayman. Yani Janna o'g'il do'sti Taymanga bir uzun xat yozdi.
Yani qanda xat, asli masalan buningdagi yanına o'g'il do'stiga xat yozdi. Yo'q, o'g'il do'stiga yozdi desak, yani nima yozdi? Xat yozdi. Qanda xat? Uzun xat. Yani mishadagi yani uzun xat degan mushu bo'lak to'ldirg'uchi bo'lib keladi. Yani fe'lga biqinib kelib, ish harakatni qabul qilg'uchi shay'i. Yani kimga yozdi bu xatni? O'g'il do'stiga yozdi. Yani yozishdan iborat bu ish harakatni qabul qildigan yani nima yozish, yani xat yozish. Qabul qilg'uchi shayni ko'rsatib keladi hozir. An ikkinchi jumla masalan the Grundeboer heeft de lekkerste appels en peren. Yani bu dehqonda eng ta'mlik olma va nashputlar bor. Yani bu yerda bu dehqonda nima bor? Olma va nashputlar bor deb. Yani eng ta'mlik olma va nashputlar bor deb, yani shu nimaning borligini, yani bu jumlaning xavri hozir bor emasmi? Yani nimaning borligini fe'lga biqinib kelib hozir nimaning borligini tixinbek kengaytib tushundiryotidi. Yani to'ldirg'uchi degan leydinni forverib. Endi keldik iniqlığıcı, yani meewerkende forverib deymiz gollandcha. Yani meewerken degan bizning tilimizda nima? Bunimda biraz tarjima qilsak, birga moslashib kelish, birga ishlash, birga xizmat qilish degandek ma'nosi bor. Yani iniqlığıcı şu cümlede igiga moslashib kelib, igiga şeyininki türlü xususiyet belgelerini ko'rsatib keldi. Yani to'ldirg'uchi fe'lga biqinib kelib, fe'lga doir xususiyet belgelerini ko'rsatsa, iniqlığıcı hozir igiga biqinib kelib, igini şeyininki türlü xususiyet belgelerini ko'rsatib keldi. Masalan, bu cümle qarasanglar, Adila heeft in cadeautje an haar vader. Yani Adila dadısıga bir sovg'at berdi. Yani kimga berdi? Dadısıga. Yani hozir bu yerdagi yani iniqlug'uchida odatda bu iniqlug'uchi yani egiga biqinib keldi. Endi Mr. hafta leerling in moeilik proefwerk. Yani muallim o'quvchilarga bir test topshiriq berdi. Yani kimga berdi? O'quvchilarga. Yani mesela muallim bir test topshiriq berdi desak bo'ldi. Lekin bu jumla hozir muallimning kimga berganligini o'quvchilarga, yani egiga biqinib keladi. Yani meewerkende forverib degani iniqlug'uchi.